O'ziga xos yo'nalishi, samimiy, diltortar taronalari va albatta hitlari bilan boshqa san'atkorlardan ajralib turuvchi Munisa Rizayeva ijodi va shaxsiy hayoti har doim mishmishlar, turli gap so'zlar bilan o'ralgan bo'lsa-da, u bunga o'ziga xos tarzda javob beradi, ya'ni san'ati orqali. Nima degan gap, hammayoqda to'lamishmish, yigitim Belarus emish. Mishmish degan qo'shiq, chunki bugungi kunda bilasizlar, men to'rimda juda ham ko'p mishmishlar bor. Shu uchun biz shu tema bo'yicha oldik. Klipi o'z g'oyasi, uslubi va obrazlari bilan boshqa ijod namunalaridan keskin farq qiladi. Unda san'atkor shaxsiy hayotiga emas, balki ijodiy olamga urg'u beradi. Shunaqa darajada postanovочный kadrlar bo'ldi. Har bitta detalga klipmakerimiz juda katta e'tibor berdi. Bular yosh bolalar, lekin men lol qoldim bugun qanaqa ishlashganiga, chunki bilasizmi, 15 yildan beri men ijod qilsam, bunaqa yengil, shunaqa chiroyli va mazza qilib ishlamaganman mana bugungi kungacha. Tez orada namoyishi mo'ljallanayotgan klip uchun jamoa qizg'in mehnat qilmoqda. Munisa Rizayeva esa yana bir bor o'z ijodi bilan shov-shuv markazida bo'lsa ajab emas. Nigora Elmurodova, Farruxut Bosarov, Zohid Mavasoliyev, Zamon informatsion dasturi uchun.